Rossiya Tashqi ishlar ministrining muavin ministri Margolov mundaq ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministri Ravlovning Yaponiya ziyorat qilishi hamda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening Rossiyani ziyorat qilishi ikki davlatning har qaysi sohalar bo'yicha umumyuzlik yaqinlashishi uchun eng muhim harakatlantirgich kuch ato qiladi. İki devlet yaqinlashishni arzu qiladi. Rossiya bilan Yaponiya ikki davlat yaqinlashishni arzu qiladi. Yaponiya masalasi mutaxassisi Kestap mundaq ko'rsatdi. Rossiyalik Kestap mundaq ko'rsatdi. Hozir Yaponiya Rossiya ikki taraf zid munosabat o'rnatishni jiddiy arzu qiladi. Diqqat vatandoshim. Rossiya Yaponiya jiddiy munosabat o'rnatishni jiddiy arzu qiladi. Kestap yana mundaq ko'rsatdi. Rossiya Yaponiya bilan zid munosabat o'rnatishni intayin umid qiladi. Yaponiya Rossiya bilan zid munosabat o'rnatishni intayin zo'r umid qiladi. Chunki Rossiya hozir embargo qilinyapti. Bu embargo siyosati Rossiyani bek azoblaydi. G'arbdagi 7 davlat guruhining ichida Yaponiya Rossiyaga nihoyat yenik doirada embargo siyosati yurgizdi. Fakat simvollik cezalash siyosati qo'llandi. Riyosatchi davlat sifatida 5-ayning 26-27 kunlari Yaponiyada 7 davlat guruhining yuqori darajaliklar yig'ini chaqirildi. Prezident Vladimir Putin bu yig'inda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening Rossiya uchun bir ikki og'iz gap qilishini umid qiladi. Jungodan ümidsizlangan Rossiya Yaponiyaga yuzlandi. Bu mavzuni muxbir shunday qo'yibdi. Jungodan ümidsizlangan Rossiya Yaponiyaga yuzlandi. Rossiya bilan G'arb lagerining munosabatlari yomonlashgandan keyin Jungoga eg'ishga boshlagan edi. Yaqinqi 2 yildan beri Rossiya bilan Jungoning quyuqlashgan munosabatlari Rossiyaga amaliy naf berolmadi. Rossiya matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Sharqqa yuzlanish yoki Jungoga yuzlanish bir siyosiy tur bo'lib, Rossiya umid qilgan Jungodan qarz pul elish, mablag' solishni qo'lga keltirishga erisholmadi. Meningcha hurmatli vatandoshim, buni muxbir davatida men bu so'zlarga toza ishonib ketmayman. Bu yerda Yaponiya bilan Rossiyaning diplomatik munosabatida biz hozir bilinmaydigan, balki kelgusida o'ttirg'i chiqadigan ajoyib bir cho'nqur munosabat bo'lishi mumkin. Men bu erishadigan nafga erisholmadi, mablag' solishga erisholmadi, bunday gaplarga ishonmayman vatandosh. Erisholmadi. Shuning bilan Rossiyaning imtiyozli tabaqalari Peşni qilib, Jungodan yiroqlashib, Yaponiyaga yaqinlashdi. Bu yuzaki tahlillar bu. Uning ustiga sharqqa yuzlanish Jungoga egib ketganlikdan darak bermaydi. Yaponiya mo sharqdagi davlat. Jungodan boshqa Rossiya Yaponiyani mo tanlab ola. Amerika'nın qo'shilishi eng muhim halqadir. Diqqat vatandoshim. Masalan, Rossiya bilan Jungoning kechiringlar. Rossiya bilan Yaponiyaning munosabati yaqinlashishda yoki Yaponiyaning Rossiyaga yaqinlashib munosabat o'rnatishda Amerikaning pozitsiyasi intayin. Bu jumlaga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Kestap ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Yaponiya Amerika'nın en muhim do'sti bo'lish sifati bilan Yaponiya Rossiyaga yaqinlashishni umid qiladigan bo'lsa, Amerika qanday ifoda bildirdi? Mana bu muhim halqadir. Endi ko'rdinglarmi, elaqa boshda tijorat qildi, mablag' soldi, sanmadi degan gaplar endi quruq gapga aylanib qoldi. Hozir bu yerda Amerika, Rossiya bilan Yaponiyaning munosabatini Amerika Qo'shma Shtatlari beşini linçlisi hesap. Belki Amerika'nın qo'shilishi bu eng muhim masaladir de. Şuna bir yerde nayta cho'nqur bir ma'no var vatandoshim. Yaponiya Amerika'nın en yakın dostu bo'lish sifati bilan Yaponiya Rossiyaga yaqinlashishni umid qildigan bo'lsa, Amerika qanday ifoda bildirdi? Mana bu muhim halqadir. Yeshim bu yerda yeshildi. Kulminatsiya halaqadak bo'ldi. Endi yeshim bu yerda bunday yeshildi.
Rossiyanın köplügen matbuatları xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu masalada ya'ni Yaponiya bilan Rossiyaning yiqilishish masalasida Amerikaning maydoni o'tmishga selishtirganda texmo illib qoldi. Diqqat. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining muavin bayonotchisi Toni yaqinda mundaq ko'rsatdi. Yaponiya hem Amerika bilan hem Rossiya bilan quyuq munosabatni saqlab turishi lozim. Diqqat vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Toni yaqinda mundaq ko'rsatdi. Yaponiya hem Amerika bilan hem Rossiya bilan quyuq munosabatni saqlab turishi lozim. Bu munosabatlar amdila boshlangan emas. Dikkat qilish arziydigan bir taraf deb ko'rsatildi xabarda. Prezident Vladimir Putin Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan ko'rish bo'lgandan keyin 6-oyda Jongoga ziyoratga bordi. 5-oyning 6-kuni Sochida Prezident Vladimir Putin bilan Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe ko'rishdi. Shundan keyin 6-oyda Vladimir Putin Prezident Vladimir Putinni ziyorat qildi. Vatandoshim, Yaponiya Rossiya munosabatida izchil holda ta'kidlanib kelayotgan bir masala Yaponiyaning shimolidagi 4 orol masalasi. Men sizlarga bir necha navbat so'zlab to'liq so'zligidek bo'lmadik, buni maxsus tema ajratib so'zlashimiz kerak. Chunki bu yerda Yalta konferensiya yoki dunyoviy yig'in yoki shartnoma imzolagan Yalta sistemasi, Yalta shartnomasi bo'yicha Yaponiyaning shimolidagi 4 orol 1945-yil 2-oyning 14-kuni Rossiyaga ayirib berildi. Bu 4 orol birdam Rossiyaning qo'liga o'tdi, birdam Yaponiyaning qo'liga o'tdi. Urush davrida Yaponiyadan Rossiyaga ayirib berildi. Hozir Yaponiya bilan Rossiya o'tirish tinchlik shartnomasi imzolashdan oldingi sharti Yaponiya deydiki, bu 4 orolni Rossiya Federatsiyasi qaytarib berish kerak deydi. Rossiya hozirgacha uzil kesil yo'q demagan bo'lsa-mu, kayniga tortib mushiga keldi. Bu qatim Sochida Prezident Vladimir Putin bilan Shinzo Abe vazir uchrashadigan bo'lsa, mushu masala o'tirg'i chiqamdi, chiqmamdi. Va Uyg'ur, siz bilan biz diqqat qiladigan muhim masala.